bitta savol bor, cho'tki savol. To'g'ri javob bersangiz, xudo xolisa bitta sovg'amiz ham bor. Nima sovg'a berasiz? Sovg'a-ta. Aldamayapsizmi? Aldamaymiz. Bering. Xo'p, 4 tushli qo'chqorimiz nechta bola tug'gan bo'ladi? 3ta. Endi u qo'chqor baliqda u. Qo'chqor bo'lmasa, qo'chqor o'zi 4 ish. Xilabiba bunaqa yashashdi. Bunaqa yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Yana omadim yurishmadi. 2 tushli qo'chqor nechta farzand tug'gan bo'ladi o'sha bolasi, qo'zichoqlari? Nechta bo'ladi? 4tadi. 4 ta. Og'zingga kelgan gapni gapirma uning oldida. Sizga savolni jinnisi. Hop. Ishakka chiqqan qo'chqorda tepa danglayida nechta tishi bo'ladi? 2ta. To'g'ri, to'g'ri. Men qarang o'g'lim, bu qovun chirib qo'yibsiz-ku o'g'lim. To'mbayaga hormasinlar. Charchamayapsizmi? Yo'q, Bitta charchashlar. savol jinnisi bor-da. Hop. Xo'p, ishakka chiqqan qo'chqor bor-a? Hop. Tepa danglayida nechta tish bo'ladi? Atrofida mayda-mayda, tepasi 2ta bo'ladi. To'g'ri, gap. Men o'shaman. Hormang. Agar charchamayapsizmi? Bardaman. Bitta savol bor. Savolda jinnisi. Hop. Xo'p, 2 tush qo'chqorda nechta bola tug'gan bo'ladi? 2 qo'chqormi? Qo'chqor? Nechta? Nechta? Bitta.